Assalamu алейкум, урматтуу мен мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецк. Тугандар, бүгүнкү кезекте дагы Москва шаарынан бизге коноктор келди, үй алганы. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып чогуу көрөлү, сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Yaxshimisiz? Жакшысыздарбы акам? Alhamdulillah, o'zinglar yaxshimisizlar? Jigarlarim, musofirlarim, O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda yurgan birodarlarim mana. Akalarim, opalarim, singillarim, otalarim, ukalarim, yaxshimisizlar? Mana kelganmiz biz ham bu yoqqa. Allohga shukr ukam bilan Tojikistonda, Moskvada, Tojikistonlik ukam Regardan kelib shu yerdan uchiramiz inshaalloh. Nasib qilsa Alloh nasib bo'lsa beradi, rizqi bo'lsa bergan bo'lar rizqimizni. Aha. Aka, otingiz kim edi, ismini chi? Meniki otam Tohir. Tohir aka. Tohir aka, aytsangiz, ne maqsadda keldingiz bu yoqqa? Endi niyat xolis. Inshaalloh shu mol qilishga, shu ruschasi sirxoz назначение bo'yicha, inshaalloh o'shani bo'lsa, sekin-sekin amalga oshirish maqsadida. Endi Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'sha narsalarni ro'yobga chiqarishga. Rizqimizni bo'lsa, peshanamizga yozilgan bo'lsa, shu narsani qilamiz inshaalloh. Tohir aka, bu yoqni qanday topib keldingiz aka? Endi shu ukamiz bor, Nursulton degan. Shuni videolarini ko'rib, tomosha qilib, qiziqib qolib keldi. Allohga shukr, mana ko'rishim nasib qildi. Ismat akalarni ko'rdim, mana yerlarini ko'rdim, birodarlarimizni ko'rdim, mana Baxtiyorjon, Islomjon ko'rib. Bu kishilar bilan tanishdingiz? Bu Umidjon bo'ladi. Umidjon aka. Umidjon. Tojikistonda, Regardan. Umidjon aka, assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga YouTube olamida tanilib borayotgan Hayotbek Ahmedovning Tomosha TV kanalini tavsiya qilamiz. Mazkur kanalda siz arzon va ishonchli O'zbegim 24 aviakassasini hamda O'zbekiston shaharlaridan Rossiya shaharlariga avia biletlar narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 963 761 0707. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Tojikistondan. O'zbekcha gapiraverasizmi? Ha, gapiraveraman. Tojikiston qayerdan bo'lasiz akam? Tojikistonda Regar shahridan. Regar shahri qishlog'i qanday? Qishlog'imi shahardan. Ha, shahardan o'zidan. Ha, siz ham uy olgani keldingiz. Uy olgani ko'ramiz. Ha. Nasibimizda bo'lsa olamiz. Ma'qul keldimi bu yoq? Xo'p aka, variantlarni ko'raylik aka. Ha. Ko'rsatyapsiz-ku. Variantlarni ko'rsatyapman-bu. Действительно haqiqatda shu nima bor ekan-a? Ha, haqiqatda bor ekan. Nechta uy ko'rdingiz aka bugun? 4 tami. 4 ta uy ko'rdingiz. 4 ta uy ko'rdingiz, xudo xolasa birisini tandaysizlar shu uylardan aka. Bir ikkitasi yo'q yapti. Nasib hozir bir qilamiz o'shanga qarab. Aha. Nima maqsadda aka? Bu yoqqa. Maqsad shu, ro'zg'orni oldinga olib ketish, tirikchilik. Hol. Mana tuganlar, uqdingizlar ha? Ушундай үйлөр 400-500 миңге сатылып атат тугандар. Биздин каналдан толтура видеолор бар, сатыла турган үйлөр. Кирип көрсөңүздөр болот. Тугандар, анан бул жакта биз мо үйлөрдү киргизип атабыз го. Бул жакка чакырганыбыздын максатыбыз бул жакта көрдүңүздөр жайыт кенен, жайыт кеңири. Мал бакышка жуда жакшы шартта. Мал бака турган жер. Мына тугандар, көрдүңүздөрбү? Мисалы Кыргызстанда же Өзбекстан, Тажикстанда ушундай шарттар болгондо кана биз ошол жерде эле жүрүп малдарды бакмакпыз да. Бул жакта Россияда чөп арзан, жем арзан, анан жайыт кеңири. Ошондуктан биз ушул жерге келип үйлөрдү алып атабыз тугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.